Adamning mijozi tug'mi bo'ldi do'stlar. Nachar odamning bolasi cho'qim nachar bo'ldi. Ishinglar muqarrar. Yaxshi odamning bolasi cho'qim yaxshi bo'ldi. Durg'ini emas. Palondim eskiga bolasi yaxshi. Sen ko'zan ko'rgan bilan yurging kallang ko'maydi sening. Uyan quvvat qayerni his qilmaysan. Adamning mijoz xarakteriga qara. Aqli qobiliyati, yaxshi yomonligi ana dadining qondan keldi. Tarbiya bilan bir odamni oq ko'ngil qilg'ili, yaxshi qilg'ili, aqlli qilg'ili bo'lishi mumkin emas. Hargiz mumkin emas. Shuna biz boshqalarga aloqada ota-onasi kim u, qanday nima ish qildi odam, qanday odamlar, to'y qilgan vaqtda ota-onasi qanday odamlar qarashimiz kerak. Sho'ratparastning bolasi cho'qim sho'ratparast bo'ldi. Yalg'onchining bolasi cho'qim yalg'onchi bo'ldi. Quvvalmani. Raskep qilganning bolasi cho'qim raskep qilgan bo'ladi. G'urur va erkakning bolasi cho'qim g'urur va bo'lgan bo'ladi. Bu o'zgarmas qonun. Ikkinchi qadamda ishonmaysizlar. Ishonmamsa lohiy qilamsa, ishonamsa go'njoq qilay.